Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana hozir taroziga qo'yib tortyapmiz. Har bitta tortayotganimizda mana 10 gram, 5 gram ziyodasi bilan. Lekin albatta Alloh taolo hammalaringizni iymonlaringizni salomat qilsin. Mana qog'oz paketlarga qo'yganimizdan keyin 2 gram, 3 gram qurib qolishligi ham mumkin. Chunki 400-500 kilometrga, 1000 kilometrga Qoraqalpoq, Xorazmga qarab ketyapti. Alloh iymonimizni salomat qilsin. Hech kimni sharmanda qilmasin. Qarang, taqvo tandir kalbasamizni chiroyini qarang. Mana chista mol go'shti, qo'ydi dumbasi, ziravorlar hammasi tabiiy, ustidagi molni ichagi naturalni. Hech qanday aromatizator yo bir nimalar qo'shganimiz yo'q, hammasi tabiiy. Ikkilanmasdan olib yeyotganlar shub qolaman. Hajlarga, umralarga jo'natib yoryapmiz. Ular ham baraka topsin, Alloh rozi bo'lsin. Hammalari telefon qilishdi, duo qilishdi. Hammani Alloh taolo iymonni salomat qilsin. Jannatlarda jamolini ko'rsatsin. Nomerimizni eslatib o'taman. 94 331 57 27 raqamiga qo'ng'iroq qilasizlar. Salomat bo'lingizlar, sog' bo'lingizlar.